Yana bir haqiqat she'rlaridan bittasi o'qiymiz. Bir zamonlar odamlar rostdan boshqacha edi. Hattoki begonani yaqin, qadrdon derdi. Kasal bo'lsa to'planib ko'rgani borar edik. Qarindoshni uyiga qolgani borar edik. Telefon, kompyuter degan neligini bilmasdik. Umrimizni o'tkazib har xil serial ko'rmasdik. Avvallari uyimizdan mehmon uzilmagan hech. Arzimagan narsaga asab buzilmagan hech. Biri piyoz, biri non, kimdir tuz olib chiqardik. Ozgina shakarobga hammamiz to'yardik. Hamma baquvvat edi. Bo'lar edik kam kasal, dori nima bilmasdik, yo qo'y yog'i, yo asal. Har narsamiz tabiiy, bo'lmas edi himikat. Ota-ona hokimdey, bilmasdik ne hokimiyat. Aka, uka hech qachon chiqmasdi yer talashib. Musulmonlar bir-birin yurishmagan aldashib. Shomdan keyin ko'chaga chiqmas edi bolalar. Tarbiya berardi qo'rqmay tog'a, amma xolalar. Bir bolaga 1000 odam birday ota-ona edi. Ota-onani bolaga gapi o'tmaydi endi. Qo'shnimas avvallari qo'shnijon deb, yana bir haqiqat she'rlaridan bittasi